16-bob. Yigitcha ko'rsatma bergan edi. Madelina Batlerning ishi nima bo'ladi endi? Meni hayratga solgan narsa bu emas. Agar ular yigitcha bilan uning opasini qo'lga tushirishgan bo'lsa, ular mening tashqi qiyofamni tasvirlab berishlari mumkin edi. Men zinadan yugurib chiqdim-u, xonaga otilib kirdim. Mehmonxonada chiroq yoniq, lekin u yerda Madelina yo'q edi. Vannaxonada suv shaloplayotgani qulog'imga kirdi. Divanga o'tirib gazetani ochdim. Labimga sigareta qistiribman-u, yondirishni ham unutibman. Mount Temple, 6-avgust. Batlerning o'limi haqida shov-shuvli ma'lumot topildi. Politsiyaning bildirishicha, 22 yoshli Jack Finley qo'lga olinibdi. Yigit uzoq so'roq qilingach, tushdan keyin 2 oy muqaddam g'oyib bo'lgan bank xizmatchisining o'limida ishtirok etganligiga iqror bo'libdi. Marhumning murdasi seshanba kuni topilibdi. Finley jinoyatni sodir qilishda marhumning go'zal bevasi Madelina Batler ishtirok etganligini yig'lab turib gapirib beribdi. Men ozgina to'xtab, sigaretani tutatib oldim. Hammasi qanday gumon qilgan bo'lsam, xuddi shunday bo'lib chiqdi. Finley uning sherigi ekan. Men maqolaning davomini tez-tez o'qib chiqdim. Finley Mount Templedan 80 kilometr narida bir qishloq yo'lida qo'lga olinibdi. Uni Mrs. Batlerning mashinasini qidirib yurgan patrul politsiyasi ushlagan. Finley bilan uning 27 yoshli opasi Charissa patrul mashinani ko'rib qochishga urinishibdi. Avvaliga qotillikka aloqador ekanliklarini inkor etishibdi. Biroq keyinroq boshqa politsiyachi patruli bular ikkalasi yurgan yo'lga yaqin joydagi istehkomda Mrs. Batlerning mashinasini topgandan so'ng ularga qotillikka aloqador deb ayb qo'yishibdi. Ularning ko'rsatmalari bo'yicha Mrs. Batler bilan uning noma'lum sherigi bo'lgan bir erkak kishi bularning mashinasini minib g'oyib bo'lishibdi. Politsiya radio orqali berilgan ma'lumotga asoslanib, noma'lum erkakning tashqi qiyofasi haqida aniq bir fikrga kelgan. O'rnimdan turib gazetani tashladim-u, bo'shliqqa tikildim. Shunday bo'lishiga qaramasdan, hali hammasi qo'ldan boy berilgan emasdi. Mening kimligimni biladigan yakka-yu yagona odam Diana James. Lekin u o'lgan. Yana gazetani qo'lga olmoqchi edim, shu on Madelina chiqib qoldi. Uning egnida kalta yengli kamzul va nimcha, oyog'ida naylon paypoq va shippak. U radio qulog'ini burab o'tirdi. Tizzamda turgan gazetani ko'rib so'radi. Biron qizoqroq narsa bormi? Ha, bor desa ham bo'ladi. Gazetani oldiga tashladim. O'zingiz o'qib ko'ring. U gazetani olib sarlavhasiga ko'z yugurtirdi. "O, menga qarang", dedim. "O'ynashingizni qo'lga olishibdi. O deyishdan boshqa gapingiz yo'qmi?" Madelina yelka uchirdi. "Sizni bundan qo'rquvga tushmaganim ajablantiryaptimi? Axir u meni o'ldirmoqchi bo'lgandi-ku. Undan tashqari hech qachon u mening o'ynashim bo'lgan emas. Sizni-ya? Unda bu ishga qanday qilib aralashib qoldi? Tushunsam o'lay. U Cynthia Cannonni sevardi. Yoki siz bilganingizdek, Diana Jamesni." "Diana Jamesni-ya? Unda bu..." Madelina kulib yubordi. "Tushunmayapsizmi? Sevgi yosh tanlamaydi. Qo'ying bu gaplarni." Boshim aylanib ketgandek bo'ldi. "Mening savolimga javob bering. Gazetani menga uzating. Davomini o'zim o'qib beraman. Mana bu mashmashalarni mendan boshqa millionlab odamlar yaxshi biladi." "Yaxshi", dedi nihoyat juvon. "Sizga hammasini gapirib beraman." Shu payt radiodan shovqinli jaz yangrab qoldi. Madelina cho'chib tushib, radio qulog'ini boshqa to'lqinga buradi. Endi mungli musiqa yangray boshladi. Keyin juvon shippagini yechib tashladi-da, oyoqlarini chalishtirdi. Sigareta tutatib, qulayroq o'tirib oldi. "Yaxshi musiqa, to'g'rimi? Yo siz bunday vaqtlarda Debyussini yoqtirasizmi?" "Yo'q", dedim. "Batlerni kim o'ldirgan? Finleymi yo sizmi?" U musiqaga quloq tutib turib, "Men", deb javob berdi.
Madalena mutlaqo xotirjam edi. Uning ruhidan hech qanday hissiyot, na afsuslanish, na g'azab asoratini sezib bo'lardi. Batler o'ldirilgan. Uni o'z xotini o'ldirgan. Tamom vassalom. Nima uchun o'ldirdingiz uni? So'radim men. Pul debmi? Yo'q. Undan jirkanardim. Cynthia Cannondan ham. Uning haqiqiy ismini aytib gapirsam, e'tiroz bildirmasangiz kerak. Men oz-ozdan nima bo'lganini tushuna boshladim. Demak, gapingizga qaraganda bu yerda pulning ahamiyati bo'lmagan. Lekin siz uni baribir olib qolgansiz-ku. Madalena masxaraomuz kulib qo'ydi. Sizning fikriyodingiz faqat pulda. Dunyoda puldan boshqa narsalar ham borligiga ahamiyat bermayapsiz. Men bu yerda pul hech qanday rol o'ynamagan demoqchi emasman. Lekin men faqat va faqatgina ulardan nafratlanganim uchun o'ldirdim. Pul esa o'ldirishimning sabablaridan biri bo'lgan xolos. Aslini olganda, u pulni bankdan emas, mendan olgan edi. Madalenaga tikildim. Sizdan, a? Xuddi shunday. Ular ikkalasi ham o'ta ketgan razil odamlar edi. Erim mening pullarimga fohisha o'ynashi bilan aysh ishrat qilib yashamoqchi bo'lgan. Yomonmasa, to'g'rimi? Men bosh irg'adim. Aqlimga sig'dira olmayapman. O'lay agar, hech nima tushunganim yo'q. Bir tarafdan Finley Diana Jamesni sevardi deyapsiz, ikkinchi tarafdan Butler mening pulimni o'g'irladi deyapsiz. Bu qanaqasi? Yo siz aqldan ozgansiz, yo men. Gazetada yozishlariga qaraganda Butler pulni bankdan o'g'irlagan. Madalena sigaretani chuqur tortdi-yu, tutunni chiqarib, uning burilishiga tikilib qoldi. Gazetada yozilgani mutlaqo to'g'ri. Men buni sizga tushuntirishga urinib ko'raman. Bankka bobomning bobosi tomonidan asos solingan. Ha, shunaqa deng, dedim. Endi tushuna boshladim. Bank sizniki ekan-da. Yo'q, kulib yubordi u. Men bobomning bobosi tomonidan asos solingan dedim xolos. Lekin uning avlodlari bankdagi pulga pul qo'shishdan ko'ra, undagi pulni sovurishga ustasi farang bo'lishgan ekan. Bank birovlarning qo'liga o'tib ketganiga ancha vaqtlar bo'lgan. Lekin mening otam vafotidan oldin $120 ming dan ko'proq mablag'ga ega bo'lgan. Ana shu mablag'ning bir qismi menga meros sifatida o'tgan. Endi tushungandirsiz. Erimning chiroyidan boshqa hech vaqosi yo'q edi. Biz bankdagi mablag'ning bir qismiga ega bo'lganimiz bois bankning vitse-prezidenti bo'lib ishlardi. U Cynthia Cannon bilan qochib ketishni rejalashtirgandan keyin bankdagi pulni olib olgan. Pulni hujjatlar asosida olishi mumkin emasdi. Shuning uchun o'g'irlagandi. Agar uni tutishmaganda, pulni sug'urta kompaniyasi to'lamaganda, bank bizga qarashli bo'lgan mablag'ni bekor qilardi-da, shu bilan yo'qotilgan pulning o'rni qoplangan bo'lardi. Shu bilan hammasi tugardi. Izlar bosilib ketardi. Mendan bo'lak hech kim bu yerda kuyib qolmasdi. Madalena gapdan to'xtab, sovuqqina kulib qo'ydi. Erimning esa bu narsa xayoliga ham kelmasdi. Qo'limdagi sigaretani ham unutib qo'yibman. Yonib tugab, qo'limni kuydirganda o'zimga keldim. Uni kuldonga bosib, Madalenaga qaradim. Uning niyatini bilib olganingizdan keyin nega bu haqda o'sha kuni oqshomdayoq politsiyaga xabar bermadingiz? Undan pulni tortib olishib, o'zini qamib qo'yishardi-ku. To'g'ri, javob berdi u. Shunday qilsam ham bo'lardi. Pichoq borib suyakka qadalgan edi. U bilan hisob-kitob qilgim keldi. Cynthia Cannon uning birinchi o'ynashi emas. Undan oldin bankda ishlaydigan Charissa Finley, undan ham oldin boshqalar uning qo'lidan chiqqan. Shu paytgacha butun kirdikorlarni chidam bilan kechirib keldim. Lekin oxirida mening pulimni olib, o'zining fohishasi bilan qochib ketmoqchi bo'lganligini sezganimdan keyin men ham ularni o'ldirishga qaror qildim. Inson hayotda yashashdan umidi uzilgandan keyin u hech nimadan qo'rqmaydi. Men hali ham dedim. Bu yerda Charissa Finleyning ukasining nima daxli borligiga tushunmay turibman. Bu sal murakkab.
tushuntirdi Madelina. Uning ahvoli qandaydir fojialiroq, lekin aslida o'g'ir tentak. Haftadan u manavi o'zidan katta ikkala ayol jinoyatga qo'l uradi-da, pul o'zimga qoladi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Baribir tushunmayapman, takrorladim. Madelina kulib yubordi. Kechirasiz. Men yana puldan boshqa hech narsa qiziqtirmaydigan odam bilan gaplashayotganimni unutib qo'yibman. Cynthia Cannon, davom etdi u, hamshira bo'lib ishlashini, 7-8 oydan buyon bir shol ayolni parvarish qilayotganini aytgan bo'lishi kerak. Bu ayol Charissa va Jacklarning onasi. Shundan keyin Jack Cynthia'ni butun vujudi bilan sevib qolgan. O'zidan 10 yosh kichik bo'lgan yigitchaga u o'zini bag'ishlamaganini bilmayman-u, lekin u bilan ko'p vaqt ishqiy munosabatda bo'lmagani tayin. Aftidan yigitcha uning asabiga tekkan bo'lsa kerak. Har holda mening erim bilan tanishgandan keyin tezda u bilan aloqani uzgan. Men bu haqda Cynthia Mount Temple'ni tashlab Sanportga kelgandayoq bilgan edim. Bir kuni shanbada erim go'yo uzoqqa baliq tutgani ketganda uyimga kechqurun Jack Finley kirib keldi. U mutlaqo o'zini yo'qotib qo'ygan edi. Nega kelib o'zining hasratlarini menga yozdi bilmayman. Aftidan ularni menga doston qilib, erimni Cynthia'dan ajratib olishimni aytmoqchi bo'lgan. Tez orada bildimki, yigitcha qattiq ruhiy azobda. U haftaning oxirida ko'p martalab erimni kuzatibdi. Hatto bir safar ularni otelda tutib olib otib tashlashiga bir baxiya qolibdi. U qo'lida to'pponcha bilan xonaga kirib boribdi. So'nggi daqiqada eshikning oldida o'zini tutib qolganmish. Unga rahmim kelib ketdi. Sen Cynthia Cannon kabi bir fohisha deb yosh umringni xazon qilishing aqldan emas deb tushuntirishga harakat qildim. Lekin gaplarim u quloqdan kirib, bu quloqdan chiqib ketdi. Bunaqa qaysar odamlar bilan gaplashib o'tirishning foydasi yo'q. U erimni o'ldirishga qaror qilgan edi. Endi sal-pal tagiga yetyapman, dedim. U yigit siz istagan sherik bo'lgan ekanda. Endi uning yuragiga ozgina o't yoqishingiz qolgan edi. Madelina boshini silkitdi. Yo'q, aytdim-ku sizga. Ozgina uning aqlini kirgizib qo'ymoqchi bo'lgan edim. Keyin tez orada sezib qoldimki, u bilan Ofatijon opasi mening payimga tushishgan ekan. Kechirasiz, ochiqroq qilib gapirib bersangiz. U qo'lidagi tugagan sigaretadan yangisini yondirib oldi. Radiodan hamon mungli kuy taralib turardi. Bu holat vaziyatga qandaydir mos emasdi. Madelina xotirjam, kuyning sehriga mahliyo bo'lganicha, o'yga botib o'tirganicha qotillik haqida so'zlardi. Men sizga ish chigalashib ketdi degandim, dedi u. Avvaliga ish yigitchaning tiyiqsiz rashki bilan tugasa kerak deb o'ylagandim. Lekin uning menga bergan tanbehi o'ylantirib qo'ydi. Orqasidan kuzatib yurganda Cynthia ismi bilan familiyasini o'zgartirganini sezib qolibdi. U hayron bo'libdi. Lekin vujudini qoplagan hayajon ta'sirida buning sababini bilmagan. Men esa buning aksicha o'ylab, o'z kuzatishlarimni olib bordim. Cynthia haqiqatan o'z familiyasini o'zgartirgan edi. Lekin keyin juda katta ahamiyatga molik bo'lgan boshqa bir narsani bilib qoldim. Erim Sanportda uchrashib yurganda Cynthia'ning uyiga kirmagan. U ancha-muncha kiyim-kechak sotib olib, Cynthia'ga berib yuborgan. Miyamda asta-sekin ularning niyatlari oydinlasha boshladi. Bu vaqtda Jack Finleyda ham g'alati bir o'zgarish yuz berdi. Erim uning hayotini izdan chiqargani, Cynthia'ning va mening turmushlarimizni buzgani haqidagi yozg'irishlari endi notabiiy eshitila boshladi. U o'ta rashkchi bo'lib ko'rinardi. Lekin nazarimda o'zini qo'lga ola bilgan va nimanidir kutayotganday bo'lib tuyulaverdi. Shunday vaziyatda 2 oy o'tdi. Shundan keyin men nima sodir bo'lganligini anglab yeta boshladim. Jack opasi Charissaga dardini yoradi. U ukasidan ko'ra farosatliroq edi. Cynthia nimaga nomini o'zgartirganligini tushunib yetadi. Keyin ularning g'azablari mening erimga nisbatan katta kuch bilan battar alanga oladi. Men sizga erimning Charissa bilan ham don olishganini aytib bergandim. Charissa o'sha bankda ishlardi. Endi buning ahamiyati yo'q. Madelina biroz to'xtab menga qaradi. Keyin
Endi hammasi sizga ayon bo'lgandir, deb so'radi. Sal-pal. U bosh silkib qo'yib davom etdi. Men Jekning o'zini go'yo meni ahmoq qilganday tutishiga qo'yib berdim. U meni eringiz ikkalamizning ham hayotimizni xarob qildi. Bu dunyoda birdan bir maqsadim endi faqat o'ch olish deb ishontirardi. Erim allaqanday sabab bilan haftaning oxirida uydan chiqib ketganda Jek toqatim toq bo'ldi. Endi chidolmayman derdi-yu, lekin hech nima qilmasdi. Keyin o'sha mash'um shanba ham yetib keldi. Erim tush paytida bankdan qaytib kelib, baliq oviga ketmoqchi ekanligini ma'lum qildi. U kempingda kerak bo'ladigan ashyolarni mashinada qoldirib, dushga tushib, kiyinib olish uchun yuqoriga ko'tarildi. Men esa odatdagiday pastga tushdim-da, mashinasini titkiladim. Pulni topdim. Pul portfelga solingan bo'lib, adyolga o'rib tashlangan edi. Bir oy badalida o'zimdan ko'nglimga kelib yurgan shubhalarim asoslimi, yo'qmi, bunga qanday dalil bor deb o'ylab yurgandim. Mana endi portfelni ochib pulni ko'rganimdan keyin shubhalarim to'g'ri ekanligiga amin bo'ldim. Endi ishni kechiktirishim kerak emas edi. Vaqt ziq edi. Portfeldagi pulni olib tezda yerto'laga yashirdim. Erim portfeli bilan bankdan chiqib ketganini Charissa ukasiga telefonda aytadi-yu, Jek zudlik bilan biznikiga keladi. Buni bilardim. Jek haqiqatan ham bir zumda uyimizga orqa eshikdan kirib keldi va o'z rolini a'lo darajada ado etdi. Rangida rang qolmagan, oppoq, ko'zlari telbanamo katta-katta ochilgan. Keldi-yu, eringiz yana baliq oviga ketmoqchiligini aytdimi deb so'radi. Men ha dedim. U yetar endi, ortiq chidolmayman, biror nima qilishimiz kerak dedi. Shunday deb yuragimga qutqu sola boshladi. Xuddi shu onda zinadan erim tushib kelaverdi. Men Jekning cho'ntagidan to'pponchasini tortib oldim-da, erim eshikka yaqin kelganda otib tashladim. Madalina jimib qoldi. U boshim uzra uzoq-uzoqlarga tikildi. Uning chehrasida hech qanday his-hayajon aks etmadi. Demak, Finley murdani uning mashinasida olib ketgan ekan-da, deb so'radim. U boshini qimirlatdi. Ha. U hayratlanarli darajada xotirjam va chaqqonlik bilan harakat qildi. Aftidan o'zicha hamma narsani puxta rejalashtirgandek edi. Bu juda tez ayon bo'ldi. Xizmatkor uyda yo'q edi. Chunki har shanba kuni u dam olardi. Biz endi faqat qorong'i tushishini kutishimiz kerak edi xolos. Mashinadan pul topilmaganini bilishgandan keyin nima bo'ldi? Yakshanba kuni kechqurun ular uyimga kelishdi. Men o'zimni ular nima deyishayotganini tushunmayotganday tutdim. Ular bankda pul yo'qolgani dushanba kuni ma'lum bo'lishini bilishardi. O'zimni go'llikka solib, qanaqa pul haqida gapiryapsizlar? Mening erim o'zi bilan buncha pulni olib yura olmaydi dedim. Ular meni o'ldiramiz deb qo'rqitmoqchi bo'lishdi. Lekin o'ldirishsa, pulni hech qachon topisha olmasligini bilishardi. Bundan tashqari politsiyaga ma'lum qilamiz deb ham qo'rqita olishmasdi. Chunki meni shu ishga majbur qilgan ularning o'zlari edi-da. Men pulni gulzorga ko'mib qo'ydim-da, politsiya uyni rosa tintib meni kuzatib, oxiri o'z holimga qo'yishlarigacha kutib yurdim. Keyin pulni olib, 3 ta po'lat sandiqqa joyladim. Demak, mashinani Diana Jamesning uyi oldiga tashlab ketgan Finley ekanda. Diana buni siz qildingiz deb o'ylagan ekan. Madalina asta kulib qo'ydi. Sensiya unchalik farosatli emasdi. Lekin meni bu qadar anoyi deb o'ylashiga hech ishonmasdim. Men biroz o'yga toldim. Tarozining qaysi pallasiga solib qaramang, juda puxta o'ylab qilingan ish edi. Madalina hammasini dog'da qoldirgandi. Mendan boshqalarni, deya kulimsirab qo'ydim ichimda. Endi $120,000 3 ta bankning po'lat sandig'ida yotibdi. Po'lat sandiqlarning kaliti esa mening kissamda. Juda tadbirli ayol ekansiz, dedim. Endi ish nihoyasiga yetibdi. Men pastga tushib muyulishgacha bordim. Ertalabki gazetalar chiqibdi. Bittasini sotib oldim. Ko'zimga
shunday sarlavha chalindi: Missis Batler o'lgan. Uning noma'lum sherigi qidirilmoqda.